Assalomu alaykum. Bu videoda siz tajribasiz, omborxonasiz uzun marketda noldan biznes boshlashni qadamma-qadam o'rganib olasiz. Videoni oxirigacha ko'ring, sababi shu qadamlarni endi yangi boshlayotgan bo'lsangiz, tez va katta xarajatlarsiz qanday qilib bosib o'tishni yo'lini ham o'rgatib o'taman. Mening ismim Farhod Ro'zmatov va men uzun market ochilgandan, ya'ni 2022-yildan boshlab o'z faoliyatimni amalga oshirib kelyapman. Va hozirgi kunga qadar 1000 ga yaqin o'quvchilarni uzun marketda savdo qilishni o'rgatganman. Xo'sh, asosiy mavzuga o'tamiz. Va slaydda hozir sizlarga qisqa qilib yo'l xaritasini ko'rsatib berdim. Bu yo'l xaritasida birinchi bo'lib biz ro'yxatdan o'tamiz. Tadbirkorlik subyektini ro'yxatdan o'tkazib, uzun marketdan do'kon ochamiz. Ikkinchisi, albatta biz muvaffaqiyatli savdo qilishimiz uchun to'g'ri tovar, to'g'ri mahsulot tanlashimiz kerak. Keyin esa bu mahsulotni eng arzon narxlarda xarid qilishimiz kerak. Chunki savdo qilinadigan narx biz uchun marketplace'da juda muhim o'ringa ega bo'ladi. Tannarx tushirish bu bizning marjamizga ta'sir qiladi. To'rtinchisi, tovar xarid qilganimizdan keyin biz marketplace'da, ya'ni do'konimizda tovar kartochkasini yaratamiz. Tovar kartochkasini sotuvga qaratib yaratishimiz kerak. Va bularni hozir videoni keyingi daqiqalarda tushuntirib o'taman. Beshinchisi, savdoga chiqish. Savdoga chiqishning ham bir nechta usullari bor. Bu to'g'risida ham hozir batafsil tushuntirib beraman. Oltinchisi, bu birinchi buyurtmalar. Ya'ni buyurtmalar kelib tushgandan keyin biz qaysi qadamlarni bosib o'tishimiz kerak. Va yettinchisi, bu masshtablashtirish. Ya'ni biz hamma hisob-kitoblarimiz qilganimizdan keyin qayerda savdolar yaxshi bo'layotgan bo'lsa, shularga ko'proq urg'u berib, savdolarimizni yanada kara oshirishimizni fokusga qaratishimiz kerak. Ro'yxatdan o'tish. Ro'yxatdan o'tish ham ikkita etapdan iborat. Birinchisi, o'zi tadbirkorlik shaklli ro'yxatdan o'tkazib olamiz, keyin esa uzun marketdan do'kon ochamiz. Tadbirkorlik shaklini ro'yxatdan o'tkazishda ham bir nechta bizada tanlov bor. Bu o'zini o'zi band qilib ro'yxatdan o'tishimiz mumkin yoki yakka tartibli tadbirkorlik sifatida ro'yxatdan o'tishimiz mumkin yoki yuridik shaxs sifatida mas'uliyat cheklangan jamiyat, xususiy korxona, oilaviy korxona sifatida ham ro'yxatdan o'tkazishimiz mumkin. Nima farqi bor desanglar, men yana bu bo'yicha ko'proq ma'lumot berib o'taman. Asosiysi sizlarga aytmoqchi bo'lganim, 2022-yilga nisbatan 2026-yilda uzun marketda o'z biznesini boshlash ancha osonlashgan. Ya'ni 22-yilda biz boshlayotganimizda murakkabroq edi va xarajat ko'proq edi. Nimaga desanglar, oddiy misol, hozirgi kunda o'zini o'zi band qilgan shaxs sifatida ham o'zingizning do'koningizni ochib savdolarni boshlay olasizlar. Bir yilda bir marta majburiy to'lovingiz bor. Bu ijtimoiy soliq bo'ladi. Bu taxminan 400-500 ming atrofida bir yilda bir marta to'laysizlar. Bu oyiga 50 ming ham chiqmaydi. Mana bu bizning eng katta yutug'imiz. Chunki 22-yilda boshlayotganimizda yakka tartibli tadbirkor bo'lib majburan boshlashimiz kerak edi va har oy taxminan 1 300 ming so'm soliq to'lashimiz kerak edi. Hozir esa 50 ming so'm bo'ldi. Shu uchun hozir boshlash kerak. Bu birinchisi. O'zini o'zi band qilib shaxs sifatida ro'yxatdan o'tasizlar, keyin bankdan hisob raqam ochasizlar, keyin uzun marketda saytidan do'kon ochasizlar. Do'kon ochib, uni bezatsanglar bo'ladi. O'zingizlar nom o'ylab topasizlar, brend qilmoqchi bo'lsanglar, o'zingizlarga yarasha to'g'ri reja qilgan bitta nomini o'ylab topib, uni bezatib qo'yishingiz mumkin. Va bu bizning birinchi etapimiz bo'ladi. Ikkinchisi esa biz mahsulot tanlashimiz kerak. Mahsulot tanlash ko'pchilik uchun murakkab mavzu deb o'ylaydi, lekin agar sizlar endi boshlayotgan bo'lsanglar, men sizlarga juda oson bitta formulani tushuntirmoqchiman. Qo'rqmanglar. Qaysi ma'noda? Mana hozir uzun marketda ko'p sotilayotgan mahsulotlar bor. Shu mahsulotlarni sizlar ham savdosini boshlanglar, savdo qilish. Hozir aytishingiz mumkin, o'tda foyda yo'q-ku, biz uje qilib ko'rganmiz bu. Bu yerda eng asosiysi sizlar savdo qilish uchun. Ya'ni sizlar o'zi hech qachon savdo qilmagansizlar, ya'ni 0 darajada bo'lgansizlar desam, keyin 1 darajaga o'tmoqchisizlar, ya'ni savdo qilib ko'rmoqchi. Aynan shu paytda yaxshi o'zi hozirgi kunda bozorda yaxshi ketayotgan marketplace, ya'ni bozor deganda uzun marketda yaxshi ketayotgan tovarlardan boshlab ko'rsanglar, bu sizlarga birinchidan foyda uchun emas,
Prosta qanaqa qilib savdo qilishni o'rganishingiz uchun eng oson, to'g'ri yo'l bo'ladi. Keyin esa men sizlarga uni qanaqa qilib foydali tovar tanlash, qanaqa qilib o'zi foydaga chiqish bo'yicha ikkinchi etapda bo'ladi. O'zi hamma ham birinchi yurishni o'rganadi, keyin yugurishni o'rganadi, keyin tez yugurishi. Xuddi shunaqa. Biz birinchi savdo qilib ko'rishimiz kerak. Savdo qilishni aynan sotilayotgan, yaxshi ketayotgan tovardan boshlab, keyin uje foydasini o'ylaymiz. Shu uchun nima qilasizlar? Hozirgi kunda misol uchun aytaylik avgust oyi bo'ladigan bo'lsa, avgust oyida bizda eng sezonda yaxshi ketadigan mahsulot nima bo'ladi? Albatta bu bolalar o'sha maktabga chiqadigan mahsulotlar bo'ladi. Bu ryukzak bo'lishi mumkin yoki bu forma bo'lishi mumkin. Mana tovarlardan boshlaydi. To'g'ri, konkurensiya katta bo'ladi, lekin sizlar boshlaganingizda yaxshi emotsiya olasizlar. Savdolan boshlaganingizdan keyin sizlarni eng asosiy esingizda qoladigani bu savdo qilib ko'rganinglar. Foyda olish emas, foyda olish u 3-4 oydan keyin keladi. Birinchisi savdo qildim, meni mahsulotimni sotib olishdi. Shu uchun yaxshi ketayotgan hozirgi bozordagi mahsulotlardan tanlaylik. Oson, bozorga chiqasizlar, bozorda ko'rsanglar, o'zi ko'rsatib qo'ygan nima tovarlarni bozorchilar eng kuchli o'zi sotuvchi analitik bo'ladi. Ular ko'rsatib qo'ygan qaysi tovar hozirgi kunda eng mavsumiy, qaysi tovar hozir yaxshi ketayotgani. Demak, o'sha tovarlardan sizlar ham qo'yadigan bo'lsanglar, katta ehtimol bilan yaxshi ketadi. Bu chuqur analiz emas. Chuqur analiz keyin qilaveramiz. Hozir tez boshlab olishingiz kerak. Chunki qancha bilimga ega bo'lib ko'payib ketsa ma'lumot, shuncha ikkilanishingiz ham ko'payadi. Shu uchun tez boshlashingiz uchun yaxshi sezonli mahsulotdan boshlashni men sizlarga tavsiya beraman. Uchinchisi mahsulotni xarid qilish. Mahsulot xarid qilayotganimizda biza asosiy urg'u beradigan joyimiz nima qilsak, bizning mahsulotimizdan narx tushadi. Ya'ni hozir biz ulgurji sotuvchining oldiga borib, undan 10 ta tovar oladigan bo'lsak, 10 ta tovar uchun u bizga hech qanaqa skidka qilib bermaydi. O'shanda savol, eng asosiy savol, nechta olsam menda misol uchun 100 ta olsam qanaqa skidka bo'ladi, 150 ta olsam qanaqa skidka bo'ladi. Lekin o'sha aytib o'tgandek, birinchi bo'lib biz faqatgina o'sha sinov ko'rinishda bo'lyapti. Biz hozir tanarx tushirish emas, mavsumiy tovar olib kelib, ya'ni yaxshi sotilayotgan tovar olib kelib, tez savdosini boshlashimiz kerak. Bunga misol uchun ko'pchilik aytadi, Xitoydan boshlash. Albatta, Xitoydan boshlasak, bu yana bitta qadam bizning tanarximiz tushish uchun. Men maslahat beradiganim, birinchi boshlayotganingizda agar oldindan ishlab chiqarish qilmagan bo'lsanglar, oldindan misol savdoda bo'lmagan bo'lsanglar, bozorga chiqinglar, bozordan mahsulot olinglar. O'ylamanglar, hozirgi kunda bozordagi mahsulotlardan foyda qilib bo'lmaydi. Men sizlarga misol foyda qilib bo'ladi. Shu uchun tez borasizlar, misol 10 ta bir 2-3 ta mahsulotlarni olib kelasizlar, savdoga tez qo'yasizlar. Nimaga? Bu yerda eng asosiysi kutib qolmaysizlar, sovib qolmaysizlar. Xitoydan kelguncha ancha vaqt ketadi. Unda sizlar uje qilginglar ham kelmay qolishi mumkin. Shu uchun tez boshlash uchun bozordan boshlaysizlar. Birinchisi bozor bo'lsa, ikkinchisi o'sha Xitoy saytlari 1688 bo'ladi. Shulardan yoki agar yaxshi tanishingiz bo'ladigan bo'lsa, bayerlar orqali ham xarid qilishingiz mumkin bo'ladi. Yana bitta zo'r bu ikkinchisi Xitoydan olib kelish va uchinchisi bu ishlab chiqarish. O'zbekistonda ham ishlab chiqarishlar juda ko'p. Shu ishlab chiqarishlar agar sizlar taniydigan bo'lsanglar yoki tanmaydigan bo'lsanglar, o'sha ishlab chiqarishlarning kataloglari bo'ladi, выставкалар bo'ladi, ko'rgazmalar bo'ladi. O'shalarga borib, ulardan o'sha kontaktlarni olinglar. To'g'rimi-to'g'ri zavod fabrikasiga borib, ular bilan gaplashinglar. Nimaga ishlab chiqarish o'zi qiziqadi, misol uchun marketplace-ga kirishga. Lekin ularning vaqti yo'q. Agar sizlar yaxshi kontakt o'rnatib olsanglar, keyinchalik balki sizlarga rassrochkaga yoki tekinga mahsulot berish ehtimoli bo'ladi. Bu uchun sizlar o'zingizlarni yaxshi ko'rsatib berishingiz kerak. Ko'rsatib berganingizdan keyin sizlar taxmin qilamiz, bepulga mahsulot olasizlar. Bepulga mahsulot olib, qo'yib, savdolarni qilsanglar, ana bu tekin tovar. Misol tekin tovar bo'lib turgani sizlarga yaxshi, chunki marketplace o'sha to'lovlar bilan sizlar hamma o'sha xarajatinglarni oqlab olasizlar. Ishlab chiqarish eng yuqori turadi. Lekin boshlash uchun ishlab chiqarish sal cho'zilib ketadi. Eng tez bo'ladigani bu O'zbekistonning bozorlari. Foyda bo'lmasa ham boshlash uchun 0 darajadan 1 darajaga chiqish uchun bozorlardan boshlashinglarni tavsiya beraman. 4-inchisi bu tovar kartochkasini to'ldirish. Tovar kartochkasi bu agar uzun marketga kiradigan bo'lsanglar, har bir
tovarni rasmi turadi. O'sha ichiga kiradigan bo'lsangiz, bu tovar kartochkasi bo'ladi. Mijozligi faqatgina ustki tomoni ko'rinadigan bo'lsa, sizlar agar seller bo'lib kiradigan bo'lsangiz, sizlar hammasini qanaqa qilib to'ldirganingiz, o'sha yerdagi har bir ma'lumotni sizlar o'zingiz kiritib to'ldirgan bo'lasizlar. Bu yerda nima muhim? Bir nechta omillar muhim tovar kartochka to'ldirayotganda. Birinchisi, tovar kartochkada bu tovar nomi muhim. Nimaga tovar nomi muhim? Tovar nomida biz qanchalik ko'p kalit so'zlarni kiritgan bo'lsak, kalit so'z nima desanglar, kalit so'z mijozlar qidirayotganda, misol qaysidir tovar, endi aytaylik, stakanni qidirayotganda hamma har xil yozishi mumkin. Masalan, kimdir bokal deb qidirishi mumkin, xuddi shu. Kimdir piyola deb qidirishi mumkin. Shu qanaqa qidirgan holatida shu tovarimiz chiqib kelish kerak. Demak, biz tovar nomida o'sha kalit so'zlarni qanaqa qidirayotgan bo'lsa, o'shalarni yozib, to'ldirib chiqishimiz kerak. Shunda bizning tovarimizni topish, mijozlar qidirib topish ehtimoli ham oshib boradi. To'g'ri, buni chiroyli qilib, murakkab qilib, qaysi birlariga yana urg'u berish kerakligini video oxirida yana yechimini tushuntirib o'taman. Hozir tushunishinglar uchun kalit so'z nimaligini. Ko'proq bo'lish kerak. Mijozlar qidirayotganda o'sha so'zlar orqali sizlarning tovaringlarni topish. Bu birinchisi, eng asosiy omillardan bittasi. Ikkinchisi bu tovar rasmi. Ya'ni rasmga e'tibor berayotgan bo'lsanglar, hozir tekstlar bilan chiqadi, ya'ni rasm o'zi va ma'lumotlari chiqib keladi. Bu infografika deyiladi. Ya'ni marketplace'da tovar sotilayotganda albatta asosiysi rasm orqali odamlar o'sha tovar bo'yicha ma'lumotni oladi. Maksimalni o'sha ma'lumotlar odamlarga tushunarli bo'lishi kerak, shularga urg'u beriladi. Va uchinchisi bu xususiyatlar. Hozirgi kunda filtrlar juda ham yaxshi ishlayapti marketplace'da. Ya'ni hamma o'sha filtrlar, juda ko'pchilik marketplace o'zi ham bizga tavsiya beryapti, filtrlarni to'ldiringlar. Ya'ni o'sha agar kiyim bo'ladigan bo'lsa, hamma razmerlarni qo'yib, materialini qo'yib, ko'rsatib, tovar kartochkani to'ldirsa, o'sha tovar kartochkamiz yuqoriroq chiqishga va sotib berishga imkoniyati ko'payadi. Shu uchun mana shu tovar nomi, infografikasi va xususiyatlarni ko'proq yozishga e'tibor beringlar. Mana sizlarga hozir bitta misol ko'rsataman, aytib o'taman, qanaqa qilib bizning kartochkamizdagi ma'lumotlar savdamizning oshishiga katta rol o'ynashini. Masalan, aytaylik, agar menda tovarim savdosi tushib ketayotgan bo'lsa, men uni sababini qidiraman. Qanaqa qilib? Marketplace ichida juda ko'p analitikasi bor. Mana analitika hozirgi kunda uzun marketda savdo qilish nimaga osonlashgan? Chunki hozir biza savdamizni nazorat qiladigan instrumentlar ko'paygan. Oldin yo'q edi. Ya'ni biz faqatgina shu o'zimiz taxminlarimizga qarab savdo qilardik. Hozir esa misol uchun tovarimizni rasmi yaxshi ishlamayotgan bo'lsa, uni CTR'ni o'lcha olamiz. Ya'ni nechta odam ko'rgandan nechtasi kirayotganini foizini o'lcha olamiz. Yoki nechta odam xarid qilayotganini, ya'ni konversiyasi qanchalik oshayotganini, hamma o'lchovlar bor. Shu o'lchovlarga qarab, biz keyin savdamizga ta'sir qila oladigan omillar ko'p bo'lganligi uchun biz hozirgi kunda savdoni qilish osonlashganini o'shanga 100% qilib aytaman oldingiga nisbatan. Endi mana masalan, aytaylik, menda savdo tushib ketyapti, men nima qilaman? O'sha CTR ko'ryapman. Misol uchun infografikam bo'yicha rasmim yaxshi ishlamayapti. Ya'ni odamlar kirmayapti. Men umuman eng oddiysi ChatGPT kiryapman-da, o'sha rasmimni boshqacharoq ko'zga tashlanadigan qilib yengitdan shakllantiryapman, qo'yyapman. Keyin 3-4 kundan keyin yana analiz qiladigan bo'lsak, savdolar sekin-sekin yana ko'tarilib ketyapti. Ya'ni biz ta'sir qildik, ko'rdik, to что CTR'imiz tushganini, rasmni o'zgartirdik, yangisini qo'ydik va savdo oshyapti. Nima demoqchiman? Tovar kartochkasini to'ldirgandan keyin bo'ldi, qotib qolish yo'q. Ya'ni doimiy holda sizlar ta'sir qilasizlar. Tovar nomini o'zgartirasizlar. Tovar rasmini o'zgartirasizlar, xususiyatini o'zgartirishingiz mumkin. O'sha tavsifida yozgan ma'lumotinglarni o'zgartirishingiz mumkin. Bu har bir o'zgartirganingiz shu savdolar oshishiga olib keladi, agar hammasini to'g'ri qilgan bo'lsanglar. 5-inchisi bu bizni tovar kartochkasini to'ldirib bo'lganimizdan keyin endi buni savdoga chiqarishimiz kerak. Yana bir bor aytib o'taman, mana necha marta aytaman, hozirgi kunda savdo qilish osonligini, chunki hozirgi kunda uzun marketda 3 ta savdo modeli bor.
savdo modellarini hozir qisqacha tushuntirib o'taman. Birinchisi bu FBO, Fulfillment by Operator. Ya'ni biza mahsulot kartochkasini to'ldirib, tovarni omborxonaga, marketplace omborxonasiga olib borganimizdan keyin savdoga chiqadi va savdoga chiqqanda o'sha tovarimiz marketplace omborxonasi turadi, o'zligisi savdoga chiqqandan keyin, buyurtma kelib tushgandan keyin o'zligisi u tovarni yig'ishadi yoki punktga yoki mijozgacha o'zligisi yetkazib beradi va ma'lum bir kuni o'sha o'z vaqtida pulni bizning hisob raqamimizga tushirib berishadi. Bu birinchisi. Ikkinchisi, oldin mana yo'q edi, hozir bor. Bu FBS, ya'ni Fulfillment by Seller. Ya'ni biza tovar kartochkasini yaratamiz, omborxonaga tovar topshirmaymiz. Omborxonaga topshirmasdan biz savdolarni boshlab olamiz. Buyurtma kelib tushgandan keyin biza o'sha tovarimizni keyin o'sha punktga, eng yaqin o'zimizga eng yaqin bo'lgan punktga tovarni topshiramiz. Ya'ni nima farqi bor? Oldin FBO bo'yicha tovarni omborxonaga olib bormagunimizcha savdomiz bo'lmasdi. Hozir esa 5 minut ichida men hozir shu tovar stakanni kartochkasini yarataman, 2 minutdan keyin bu savdoga chiqib ketadi. Bo'ldi, uje savdoda bo'ladi. Balki bugunning o'zida savdo ham boshlanib ketishi mumkin. Shuning uchun juda tezlashib ketdi holat. Oldin yo'q edi. Shunga ham hozirgi kunda savdo qilish ancha osonlashdi. Va uchinchi savdo modeli bor, bu DBS. DBS ya'ni Delivery by Seller. Ya'ni tovarni mijozgacha seller o'zi yetkazib beradi. Bu kimga aktual bo'ladi? Agar bizning tovarimiz omborxonaga topshiriladigan tovar bo'lmasa. Qanaqa tovarlar omborxonaga topshirilmaydi? Katta gabaritli mahsulotlarni, aytaylik, katta mebellarni yoki mashinalarni, ballonlarni marketplace omborxonasi olmaydi. Chunki ular juda katta joy oladi va qiymati baland bo'lmaydi. Shu uchun marketplace shunaqa imkoniyat bergan, shunaqa katta mahsulotlarni, gabaritli mahsulotlarni sotadigan sotuvchilarga meni sotgan marketplace'da faqatgina yetkazib berishi o'zi amalga oshiradi. Ya'ni 3 ta savdo modeli. Men o'ylayman, hozirgi kunda endi boshlayotganda agar sizlarda gabarit katta bo'lmasa yoki FBO da yoki FBS da savdolarni boshlasangiz bo'ladi. Eng qulayi FBS bo'ladi. Ya'ni o'sha aytganimdek, bozordan mahsulotni shunday olasizlar yoki ishlab chiqaruvchidan yoki Xitoydan mahsulotni shunday olasizlar, kartochka yaratib, hech qayerga olib bormagan holatda savdolarni ochib yuborasizlar. Keyin buyurtma kelib tushgandan keyin uni yig'ib, shtrix kodini yopishtirib, bu shtrix kod, nakladnoy juda murakkab so'zlarga o'xshaydi, lekin hammasi oson, bitta knopka bilan raspichatka bo'ladi, bitta knopka bilan nakladnoy chiqadi. Hammasi oson. Buni videolari ham bor, hammasini o'rgatamiz. Yana bir muhim eslatma, ko'pchilik so'raydi kommentariyalarni o'qiganimda, faqatgina Toshkentdan savdo qilsa bo'ladimi degan. Aslida yo'q. Menni o'zim o'quvchilarim bor, Tojikistonda turib savdo qilishadi yoki Rossiyadan, umuman butun faqatgina viloyatlardan emas, butun dunyo bo'yicha onlayn o'tirib savdolarni amalga oshirsa bo'ladi. Bu viloyat nima? Viloyatlarda yana crossdocklar bor, ya'ni omborxonalar bor. Omborxonalar tovarlar topshiriladi va u keyin Toshkentga yetib keladi va mijozlarga yetkazib beriladi. Hammasi oson, o'ylaganimizdan osonroq. Faqatgina tovarimiz bo'lish kerak, shu tovarni yoki punktga yoki omborxonaga yetkazib bersa bo'ldi. Har bir viloyatda buni imkoniyati bor. 6-si bu birinchi buyurtmalar. Qaranglar, o'sha aytib o'tgandek savdo modellari 3 ta: FBO, FBS, DBS. Agar biza tovar omborxonaga topshirib kelgan topshirilgan bo'lsa, unda biza buyurtmalar kelib tushsa ham hech narsa qilmaymiz. Chunki hamma tovarlarimiz omborxonada turibdi, marketplace xodimlari o'zi yetkazib beradi mijozgacha. Mana hozir men bu yerda yoki video olayotgan holatimda yoki boshqa ishlar bilan shug'ullanayotgan paytimda ham buyurtmalar kelib tushadi. Men faqatgina ko'rib turishim mumkin, onlayn bo'ldi. Hech qanaqa qo'shimcha harakatlar qilinmaydi. Endi FBS bo'yicha savdo qiladigan bo'lsa, buyurtmalarni ko'rib turishimiz kerak. Buyurtmalar kelib tushgandan keyin o'z vaqtida o'sha qabul qilamiz. Shu buyurtmalarni qadoqlab, ma'lum bir vaqtda, taxminan 1-2 kunning ichida biza yetkazib berishimiz kerak yoki punktga yoki omborxonasiga. Bo'ldi, shu joyda operatsion ishlar ko'payadi FBS da, ya'ni har kuni buyurtma kelib tushsa, har kuni
nimaga borish kerak? Omborxonaga yoki punktga borish kerak. FBO bo'yicha bir marta 100 ta qilib yetkazib qo'yasizlar, u 100 ta sotilguncha boshqa ishlar bilan shug'ullanishingiz mumkin. Mana savdoda shunaqa ko'rib turasizlar onlayn qancha savdo bo'layotganini, qanchada pul tushadi. To'g'ri, pul bir kunda tushmaydi. Pul qanaqa tushadi? Mana buyurtmani mijoz olib ketgandan keyin 10 kun kutiladi. 10 kun kutiladi, ya'ni vazrat qilishi mumkin mijoz. Shu 10 kun o'tgandan keyin o'zini kalendari bor. Misol 7-da yoki 14 har oy 7-sida yoki 14-sida sizlar pulinglar avtomatik tarzda sizlar hisob raqamingizga tushadi. Bo'ldi, shu kalendar, shu rejimga tushib olsanglar bo'ldi. Kimdandir pul so'rash yoki qayergadir bosish, qayerdandir chiqazish degan narsalar yo'q. Buyurtmalar kelib tushadi, o'z vaqtida pul tushadi. Xudoga shukr, shu kungacha pul tushish bo'yicha unaqa kutishlar yo'q, aytilgan vaqtda tushadi. 7-qadam bu masshtablashtirish. Bu qadamgacha biz 1-dan 6-gacha 0 dan 1 etapga o'tayotdik. Ya'ni oldin savdo qilmaganmiz, onlayn savdo yoki marketplace savdo qilmaganmiz, tajribamiz bo'lmagan va FBS orqali savdolarni boshlab tajriba oldik. Va shu joyda men sizlarga hali eng juda oddiy bo'lgan sxema bo'yicha nazarda shunaqa, ya'ni sotilayotgan tovar olib qo'yishni tavsiya berdim. Nimaga? Agar sizlar yaxshi ketayotgan, ya'ni qaysidir kartochka zo'r sotayotgan bo'lsa, o'sha tovardan sizlar ham qo'yib, ayniqsa endi boshlayotganda unga konkurent bo'la olsanglar, yaxshi ma'noda konkurent bo'lib, u darajasida sota olsanglar, keyinchalik boshqa sizlar tovar sotish bo'yicha hech qanaqa qiyinchilik bo'lmaydi, qo'rquv bo'lmaydi. Shu uchun sizlar hozir yaxshi ketayotgan tovarni sotishni o'rganib olinglar, keyin qiyin bo'lmaydi. Любой tovarni savdoga chiqarsa bo'ladi. Voy, men hozirdan ideal tovar tanlashim kerak, hozirdan hammasi foydada bo'lish kerak degan fikrlarni olib tashlanglar. Mijozlarga tovar har doim kerak bo'ladi. 10 yildan keyin ham tovar xarid qilinadi. Har doim tovarlarning ko'rinishi, modeli o'zgaradi. Shu uchun boshidan hammasi ideal bo'lishini umuman o'ylamanglar. Boshidan boshlab olish kerak. Keyin sekin tajriba olib kuchaytirib olasizlar. Mana shu 1-qadamdan 6-gacha sizlarga shunaqa qilib oddiy qilib tez boshlab olishinglarning yo'lini tushuntirib o'tdim. Endi 7-sida masshtablashtirish. Masshtablashtirishda birinchi qiladigan ishinglardan bittasi FBS dan FBO'ga o'tkazib yuborishinglar kerak. Ya'ni katta savdo qilish uchun sizlar operatsion ishlarni o'zingizlardan chetga surib qo'yib, hamma tovarlar omborxonada turadigan darajada bo'lishinglar kerak. Savdolarni boshlaysizlar, keyin qo'shimcha masshtablashtirishga birinchidan sizlar hisob kitobinglar zo'r bo'lish kerak. Masalan, P&L hisobotida yalpi foyda nima, necha foizligi yoki operatsion foyda qanchaligi, sof foyda qanchaligi, foizda qancha, marjalar qancha, hammasi aniq bo'lib, оборачивность qanchaligini aniq biladigan darajaga chiqib olasizlar. Shundan keyin oldin necha pul tikkanimda shu natijaga chiqdim. Endi qancha tiksam undan oshira olaman degan savolga javob faqatgina hamma hisob kitobinglar bo'lgandan keyin boshlanadi. Qo'shimcha investitsiya olishingiz mumkin yoki qo'shimcha savdo kanallarini qo'shishingiz mumkin. Kimdir sayt qo'shadi, kimdir boshqa marketplace'larda savdolarni boshlaydi, kimdir Instagramda boshlaydi. Ya'ni bu uzun market sizlar uchun birinchi tramplin bo'ladi va zo'r tramplin. Chunki marketplace'da boshlagan biznes sizlar har bir etapdan o'tgan bo'lasizlar. Ya'ni tovar tanlash bo'ladi, sizlarda marketing bo'ladi, sizlarda Xudo xolasa xodim, ya'ni HR bilan ishlash bo'ladi, sizlarda hisob kitob bo'ladi va eng asosiysi sizlarda savdo bo'ladi. Sizlar tajriba, ya'ni oldin savdo qilmagandan savdo qiladigan darajaga o'tgan bo'lasizlar. Mana shu hamma darajalardan o'tib bo'lib, sizlar keyin boshqa marketplace'lar, boshqa sayt, boshqa savdo kanallarini qo'shib borasizlar. Lekin boshidan hammasini qo'shishni tavsiya bermayman. Bittasida kuchli bo'linglar, foydaga chiqib olinglar, keyin ikkinchi, uchinchisini qo'shib olasizlar. Ijtimoiy tarmoqlarda menga eng ko'p beriladigan savollardan bittasi uzun marketga kirish kechmasmi, foyda o'zi bormi yoki yo'qmi deb ikkilanib savollar berishadi. Aslida umuman kechmas. Hozir tushuntirib beraman. Birinchisi, hozirgi kunda savdoga ta'sir qiluvchi instrumentlar 2022-yilga nisbatan ancha ko'proq. Ya'ni oldin bizni o'ylab topishimiz kerak edi. Bu to'g'rimikan?
Bu to'g'rimikan? Hozir esa mana 4 yillik tajribadan keyin va hozirgi bor IT yechimlar orqali instrumentlar juda ko'p. Shu uchun agar hammasini to'g'ri foydalansa, hozir riskni kamaytirib, savdodan oshirish ehtimoli ham ko'p. Bu birinchisi. Ikkinchisi bu onlayn savdoni ulushi. O'zbekiston bo'yicha savdodan aynan onlaynga tegishlisi bor yo'g'i 3-4% tashkil etadi. 3-4% shunchalik kammi deyishingiz mumkin. Aslida agar o'sha so'm dollarda aytadigan bo'lsak, bu yiliga 550 million dollar to'g'risida aytaman. Aynan faqatgina uzun marketdagi savdo. Bu uzun marketdagi savdo taxminan onlayn savdoni bir 2% ni tashkil etadi. Qolgan 2% yana boshqa Instagram yoki boshqa saytlar bo'lishi mumkin. Shu, ya'ni bu o'suvchi bozor. Rivojlangan davlatlarda, Yevropada, Amerikada onlayn savdo 40% dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, umumiy ulushi, savdoning umumiy ulushidan 40% dan yuqori bo'ladigan bo'lsa, rivojlanayotgan davlatlarda 20% ulushi. Bizda endi 4% bo'lgan, 3-4%. Endi bu nima degani? Xudoga shukr, hozirgi kunda O'zbekiston juda ham yaxshi rivojlanib kelyapti iqtisodiy tomondan. Hamma bu narsani tan olsa kerak va onlayn savdo ham kundan kunga faqatgina rivojlanyapti. Asosiysi o'sayotgan bozorga kirish. Endi boshlayotgan tadbirkorlar, ayniqsa tajribasi bo'lmasa, aynan o'sha bitta pikka, yuqori pikka chiqib turgan bozorga kirgandan ko'ra, o'sayotgan bozorga kirgani ancha maqsadga muvofiq bo'ladi. Nimaga? Chunki o'sayotgan bozorda qilingan xatolar ham kechiriladi. Turgan biznesda yoki o'smayotgan biznesda o'tda kuchli raqobatchilar bor. U kuchli raqobatchilarga teng kelish ancha qiyin bo'ladi. Shu uchun marketplace'da hozir va 2026-yilda emas, 27da ham, 28da ham men kechmas deb aytaman. Buni sizlar o'zingizlar ham savdo ham boshlaganingizdan keyin o'zingizlar tushunasizlar. Shunaqa holat bo'ladi. Hozir endi boshlayotganingizda uzun marketga hamma tovarni qo'yib bo'pti degan fikrlar bo'lishi mumkin. Aslida keyin savdolarni boshlab, yaxshi emotsiyalar olganingizdan keyin hali shuncha tovar qo'yilmagan ekan, shuncha taklif berilmagan ekan deb fikringiz o'zgaradi. Mana do'stlar, hozirga qadamma-qadam uzun marketda biznesni boshlashni tushuntirib o'tdim va sizlarga shunaqa tuyulishi mumkin. Uzr so'rayman agar qiyinlashtirib olgan bo'lsam, ya'ni har bir qadamni tushuntirib qiyinlashtirgan bo'lsam, aslida unaqa qiyin emas. Har bir etap juda oson bo'ladi. Bu yerda mana asosiysi bir marta qilasizlar, bir marta yo'lga qo'yib olasizlar va keyin faqatgina qaytaraverasizlar shu jarayonlarni. Bir marta qilinadi, qaytarilaveradi. Va o'sha qaytarilayotgan bo'lgan paytida sizlar faqatgina kuchaytiraverasizlar. Qaysidir joyi yanada yaxshiroq bo'ldi. Qolgan ishlar doimiy holda bir xil bo'ladi. Shu uchun hozir sizlarga qiyindek tuyulgan mavzular aslida juda ham oson. Va bu yerdan men sizlarga bermoqchi bo'lgan eng asosiy xulosam, asosiysi bu boshlash. Ya'ni bugungi men sizlarga o'sha registratsiyadan o'tish yoki tovar tanlashda osonlashtirganim, hozir qanaqadir qiyin terminlar to'g'risida gapirganimni kutgan bo'lishingiz mumkin, lekin men osonlashtirdim. Nimaga? Chunki ko'p bilimga nisbatan mana hozirgi mana boshlayotgan paytda asosiysi agar boshlab olsanglar bo'ldi. Keyin uje yaxshi emotsiya olib, savdolan qilib, yaxshi emotsiya olsanglar, sizlar uje o'zingizlarda ilhom bo'lib, yana o'zingizlar qilgili keladi, yangi bilimlar olgili keladi va yanada kuchliroq savdolar qilishni xohlaysizlar. Va shu uchun ham agar siz haqiqatda ham uzun marketda o'z biznesingizni boshlamoqchi bo'lsangiz, tezroq natijaga chiqmoqchi bo'lsangiz, onlayn daromad manbaini yaratmoqchi bo'lsangiz va tayyor tizim orqali savdolarni boshlamoqchi bo'lsangiz, sizga ajoyib taklifim bor. Sizni E-savdo akademiyasiga taklif qilaman. E-savdo akademiyasi nimalardan iborat? Kurs davomiyligi 35 kun. 35 kun davomida sizni noldan uzunda muvaffaqiyatli savdo qilib natijaga olib chiqadigan kurs dasturi. 8 ta asosiy modul, tayyor video darsliklar va amaliy keyslar, chat va community. Ya'ni siz har bir savolingizga javob olasiz va tajriba almashasiz. Har bir seller va o'qib ketgan o'quvchilar har doim biz bilan aloqada. Bonuslar. Bu bonuslar kurs narxidan ham qimmat.
Ya'ni bu bonuslar orqali siz o'sha savdolaringizga ta'sir qiluvchi instrumentlar ham beriladi. Doimiy qo'llab-quvvatlash va kuratorli yordami. Ya'ni bizning maqsadimiz faqatgina kurs sotish emas, sizni qo'llab-quvvatlab, savdolarga va natijaga olib chiqish. Keling, men sizga hozir E-savdo akademiyasida qanday darslar borligini batafsil tushuntirib beraman. Birinchi modulga keladigan bo'lsak, birinchi modul bu start moduli, ya'ni qanday qilib registratsiyadan o'tish, qaysi tadbirkorlik shaklini tanlash, kabinet ochish va strategiya, savdo modellari to'g'risida barcha ma'lumotga ega bo'lasiz. Bu moduldan keyin natijada siz tayyor savdoga tayyor bo'lasiz. Ikkinchi modul daromadli tovar tanlash va uning tahlili. Bu kursni eng asosiy bo'lgan modullardan biri aynan shu bo'ladi, tovar tanlash. Bu yerda biz to'liq analitikaga qanday qilib yondashuv qilib, analitik servislardan qanday to'g'ri foydalanib, undan qanaqa qilib xulosa olishni o'rganamiz. Undan tashqari, raqobatchilarni tahlil qilish, to'g'ri narx qo'yish, unit iqtisodiyotdan foydalanish barchasi aynan shu modulda bo'ladi. Natijada siz daromadli tovar tanlashi va raqobatchini to'g'ri tahlil qilishni o'rganib olasiz. Uchinchi modul bu Xitoy bilan ishlash moduli. Ya'ni bu modulda biz 1688 onlayn marketplace, Xitoyning ulgurji marketplace'dan tovarlarni ishonchli xarid qilib O'zbekistonga olib kelishni o'rganamiz. Va bu modulning asosiy natijasi siz arzon narxlarda zavodlardan tovarlarni xarid qilib O'zbekistonga olib kelishni o'rganasiz. To'rtinchi modul bu savdoga chiqish. Ya'ni biz tovar kartochkasini yaratamiz. Tovar kartochkasini yaratib, shtrix kod, nakladnoylar qilish, qanaqa qilib o'zi kalt so'zlardan foydalanish, hammasini shu 4-modulda to'liq o'rganamiz. Asosiy maqsad savdo qiladigan kartochka yaratish bo'ladi. 5-modul bu marketing modul. Ya'ni biz savdoga chiqqanimizdan keyin albatta o'z tovar kartochkalarimizni asosiy maqsadimiz yuqoriga chiqarish, targ'ibot qilish, yuqoriga chiqish. Nimaga? Qancha tovar kartochkamiz yuqorida bo'lsa, shuncha savdolarimiz ham ko'payadi. Chunki ko'pchilik bizning tovar kartochkamizni ko'radi. Shuning uchun biz barcha marketplace ichki, ya'ni bepul marketing instrumentlari va pulli reklamalardan foydalanishi aynan shu modulda o'rganamiz. 6-modul juda muhim modullardan bittasi bu savdo varonkasi. Ya'ni biz shu tovar kartochkasini yaratib, reklama qilib, tovar kartochkamizni targ'ibot qilganimizdan keyin biz analiz qilishni o'rganishimiz kerak. Nima uchun bizning savdomiz ko'tarilyapti yoki nima uchun tushganmi? Aynan savdo varonkasida biz har bir sonlar bilan ishlashni o'rganamiz va xulosa chiqarishni o'rganamiz. 7-modul bu moliyaviy hisob va nazorat. Ya'ni bu modulda biz qanday qilib o'zi savdo qilganimizdan keyin qancha foyda qilganmiz yoki masalan zarar bo'layotganini hammasini bilib olamiz. Shunga qarab tez o'zimizni qarorlarimizni qilib, savdolarimizga ijobiy ta'sir qilishga harakat qilamiz. Ya'ni unit iqtisodiyotda biz savdoga chiqquncha bo'lgan hisobotlarimizni qilsak, moliyaviy hisobotda, P&L hisobotida biz savdo qilib olib, bir oydan keyin qanchalik o'zi foydadamiz va zarardaligimizni bilamiz. Va eng asosiysi bu foyda olganimizdan keyin o'zi qancha foydani o'zimizga ishlata olamiz, qanchasini yana biznesga kiritishimiz kerakligini ham aniq javoblarni olasiz. 8-modulimiz bu masshtablashtirish moduli. Bu modulda biz уже hamma etapdan o'tib bo'ldik, savdoni oshirish, hisob-kitoblar qilib bo'lish. Endi biz yangi assortimentda savdoga tushirishni, foydali tovarlarni topishni, jamoa bilan ishlashni, to'g'ri yangi strategiyalar qilishni va biznesimizni tizimlashtirishni va xarajatlarimizni optimallashtirishni o'rganib olamiz. Natijada kursimizda sifatli ma'lumotlar berishda va uni amaliy ko'rinishda bajarishda kafolat beramiz. Kafolatni meni o'quvchilarim natijasi bo'yicha etib tushuntirib beraman. Birinchisi bu Muhammad. Muhammad meni shogirdim bo'lib, oyiga 500 million so'm va undan ortiq savdo qilib keladi. Hozirgi kunda u ham ustozlik qilib, ko'pchilikga savdo qilishni o'rgatadi. Eng katta olgan mulklardan bittasi bu otasiga shu kasb orqali treker mashinasini xarid qilib sovg'a qildi. Ikkinchisi Behruz. Behruz onlayn kursimda o'qigan, o'zi logistika korxonasida ishlab turib, yaxshi daromad topib, uzun marketga ham qiziqdi va savdolarni boshladi.
Hozirgi kunda 150 million va undan yuqori savdo qilib keladi har oy va o'rtacha 20% sof foyda oladi. Uchinchisi Mehriddin. Mehriddin hozirgi kunda eng top bo'lgan magazinlardan bittasida marketplace manager bo'lib ishlaydi. Ularni oylik aylanmasi 7-8 milliard so'm bo'ladi va shu korxonada asosiy menejer bo'lib yaxshi oylik daromadini topib kelyapti. Video cho'zilib ketmasligi uchun shu 3 ta o'quvchida keyslarni to'xtataman, lekin agar siz ham meni kursimda o'qigan bo'lsangiz, albatta kommentariyada yozib qoldiring. Aslida o'zi 500 ta va undan yuqori o'quvchilarni o'rgatib uzun marketda savdo qilishiga sababchi bo'lganman. Kursda darslar qanday tartibda o'tadi? O'zi bizda ikkita format bor: onlayn kurslar va offlayn kurslar. O'rtacha 35 kun davom etadi. Bu 35 kunning ichida sizlarda asosiy mavzulardan tashqari, ya'ni kurator sizga doimiy holda yordam beradi. Natijada siz to'liqona uzun marketda savdo qilishni o'rganasiz va barcha savollaringizga javob olasiz. Va eng asosiysi, bu yerda community bo'ladi. Ya'ni boshqa sellerlar bilan tanishasizlar, ular bilan aloqa qilasizlar, ular bilan gaplashib, yanada ko'proq tajriba almashib, o'zingizlarni biliminglarni oshirib borasizlar. Bonus va sovg'alar. Albatta kurs davomida sizlarda bir nechta instrumentlar, aynan analitika qilish uchun, savdolarni oshirish uchun instrumentlar bepulga taqdim etiladi. Bu zoom selling bo'ladi. Zoom sellingdan to'g'ri tovar tanlashni, bozorni tahlil qilishni o'rganasizlar. O'zi narxi saytga kirib bilib olishingiz mumkin. Sizlarga bu mutlaqo bepulga beriladi. Va undan tashqari Kosmosni ham sizlarga taqdim etaman. Bu yerda sizlar kalt so'zlarni olib, kartochkalarga qo'yib, kartochkalarni yanada savdosini oshirishga sizlarga katta imkoniyat bo'ladi. Va albatta fulfillmentlarning ham kontaktini beramiz, o'zimizdan chegirmalar ham taqdim qilib beramiz. Nega aynan E-savdo akademiyasini tanlashingiz kerak? Birinchisi, bu 4 yillik tajriba. Aynan uzun marketda ochilgandan bugungi kungacha barcha ma'lumotlar sizlarga taqdim etiladi. Shaxsan o'zim tomonidan taqdim etiladi. Undan tashqari albatta kuratorlar bo'ladi. Kuratorlar ham sizlarning savollaringizga doimiy holda javob beradi. Ikkinchisi, bu yerda faqatgina uzun market emas. Bu yerda moliyaviy kurs ham qo'shilib ketgan deb aytsa bemalol bo'ladi, chunki P&L hisoboti, cash flow hisobotlarni ko'pchilik alohida kurs sifatida sotadi. Men sizlarga buni albatta shu kurs modulimda taqdim etaman. Ya'ni sizlar ertaga boshqa bizneslarda ham bu hisobotlarni bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari Xitoydan tovar buyurtma berib, bu yoqqa olib kelish, O'zbekistonga olib kelib savdo qilish. Bu ham alohida kurs bo'ladi. Sizlar misol uzunda savdo qilishi, moliya hisobotlarini shakllantirishi va Xitoydan tovarlarni xarid qilishni bitta kurs ichida o'zingizlarga qamrab olib o'rganib olasizlar. Uchinchisi, har hafta jonli efirlar bo'ladi, Zoom uchrashuvlar bo'ladi, kuratorlarning nazorati bo'ladi. Va to'rtinchisi, bu bonuslar. Eng kamida 5 million so'm tejab qoladigan bonuslarni sizlarga mutlaqo bepulga taqdim etamiz. Agar shu joygacha kelgan bo'lsangiz, kattakon rahmat demoqchiman, chunki video ancha uzun bo'ldi, lekin shu joyga kelib, kursga qiziqqan bo'lsanglar va kursning narxini bilmoqchi bo'lsanglar, kursning narxini savdo menejerlar sizlarga aytadi va sizlarga hozir qo'shimchasiga men chegirma bermoqchiman, 20%. Ya'ni ular aytgan narxiga yana 20% chegirma bo'ladi. Qanaqa qilib bu 20% chegirma olishni hozir tushuntiraman. Agar shu videodan keyin hoziroq ro'yxatdan o'tadigan bo'lsanglar, nimalar olasizlar? Birinchisi, bu eng zo'r narx. Ya'ni o'sha aytib o'tgandek 20% chegirmada sizlar kursni xarid qilasizlar. Ikkinchisi, bu bonuslar. Aytib o'tgandek 3 ta bonus bor. Bu Yandex kursi, Marketplace Manager moduli va AI Seller moduli. Mana shu 3 ta darslikni mutlaqo bepulga olasizlar va joylarni band qilgan bo'lasizlar. Chunki bizda joylar soni cheklangan, ulgurib qolinglar. Kursga yozilish uchun men pastda havola qoldirdim. Shu havoladan o'tinglar va joylarni band qilinglar. Joylar soni cheklangan. Aktual narxda 20% chegirmada kursni xarid qilinglar va bonuslar ham va'da berganimizda sizlarga taqdim etamiz. Xudo xolasa kursimda ko'rishguncha. Sizlarga katta rahmat videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun. Manfaatli bo'lgan bo'lsa juda xursandman. Kommentariyada ham o'zingizlarning fikringizni yozib qoldiringlar. Ko'rishguncha xayr.